Kofirlar o'zini foydasiga kelganda ichki nizolarini qo'yib turib, birlashar ekan qiling, haqqa qarshi. Lekin bugun musulmonlar mana shuni tushunmaydi ko'pchiligi. Hozir qo'yib tur shu juz'iy ixtilofni. O'rnimas, bundan battarroq, kattaroq dushmanlar bilan hozir urush kerak degan narsani tushunishmaydi. Aqli bor odam mana shunday qiladi. Hamma nayrangni hozir to'plash kerak deydi. So'ngra bir saf bo'lib borish kerak dushmanga qarshi deydi. Keyin aytdilar: "Fa'ajmi'u kaydakum thumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la." Bas sizlar nayrangiylarni jamlanglar, so'ngra bir saf bo'lib kelinglar. Bugun oliylik talab qilgan kishi batahqiq yutdi. Buni ham yuqoridagidek ikki xil tafsir qilish mumkin. Birinchisi Firavunning gapi bu sehrgarlarga. Firavun sehrgarlarga ularga dalda bo'lyapti go'yoki. Ixtiloflashmanglar, urushmanglar. Hamma nayrangiylarni jamlab bir saf bo'lib hamla qilinglar. Bugun yutsanglar, sizlar yutasizlar. Ya'ni Firavun yonidan joy bermoqchi bo'lgan ularga. Ana shunday katta va'dalar, oliy maqomlar beryapti. Agar sehrgarlarni gapi deb tafsir qilsak, sehrgarlar bir-biriga dalda bo'lyapti. Ixtiloflashmanglar, nayrangiylarni jamlanglar, bir saf bo'linglar. Bugun oliylik talab qilgan kishi yutdi. Kimning gapi bo'lsa ham aslida dushmanga nisbatan to'g'ri siyosat edi bu. Ya'ni inson dushmaniga qarshi o'zi bilan boshqa ichidagi boshqa jamoatlar bilan nizolarni qo'yib turish kerak. Ya'ni uzoq dushmanga qarshi yaqinroq dushmanlar bilan birlashish kerak. Ichki nizolarni qo'yib, bor nayrangni uzoqroq dushmanga qaratish kerak. Alloh oyatda aytgan: "Va la tanaza'u fatafshalu va tadhhabu rihukum." Tortishmanglar, muvaffaqiyatsiz bo'lasizlar. Kuchinglar ketib qoladi degan. Mana bular ham hozir shuni aytayapti. Tortishmaylik hozir. Hamma nayrangimizni shu ikkalasiga qarataylik deyapti. Keyin ular bir saf bo'lib kelishlikni talab qilishyapti. Bu ham to'g'ri siyosat. Ya'ni inson dushmaniga qarshi bir saf bo'lish kerak. Alloh Qur'onda sof degan sura tushirdi shuning uchun. Innalloha yuhibbul ladin yuqatiluna fi sabilihi saffan. Alloh o'zining yo'lida bir saf bo'lib urushadigan kishilarni yaxshi ko'radi dedi. Bu maloikalar sifati. As-saffati saffa, saffat degan bir sura nozil qildi. O'shanda Alloh maloikalarni saf-saf bo'lib keladilar dedi. 5 mahal namoz bizga mana shuni o'rgatadi aslida. Hamma ixtiloflarni chetga qo'yib, bir tani bir jon bo'lib, bitta safda namoz o'qiymiz. Xullas, kofirlar o'zini foydasiga kelganda ichki nizolarini qo'yib turib, birlashar ekan qiling, haqqa qarshi. Lekin bugun musulmonlar mana shuni tushunmaydi ko'pchiligi. Hozir qo'yib tur shu juz'iy ixtilofni. O'rnimas, bundan battarroq, kattaroq dushmanlar bilan hozir urush kerak degan narsani tushunishmaydi. Aqli bor odam mana shunday qiladi. Ajmi'u kaydakum, hamma nayrangni hozir to'plash kerak deydi. So'ngra bir saf bo'lib borish kerak dushmanga qarshi deydi.